Ejder xo'jinchi malikaligimni yaxshi bilardi. Buni yaxshi bilardi. Lekin u go'yimda emas ekanda. Sen nima qilding? Sen nima qilding? Hech nima. Noman ololmaganda mana Aybim yo'q degan miyamni bo'lmagan narsa bilan zaharlagan kim? Ko'rdan tomdan so'nggacha mas qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Atrofga final samolyoti anchadan beri kuzataman. Mana shu yerga qo'rqdim. Mana shu yerga. Sen odamsiz emassan. Kelmemde seni ko'rdim. Böyle basaqlandı. Jenursun yanımga chiroqqa keldi. Sen o'zi sevgim o'zgarmabsandi. Ne kadar acil. O'sha kundan keyin o'zini topdi, o'zgardi. Hozir esa boylikka ega, uyi bor va hamma narsasi uning qo'lida. Hayoti butunlay yo'lga tushgan. Ben özlemle. Bunu aldı ki hem de 10 kişi var önünde. Onu öldürürüz için. Yıldızlı Kanada Premier. Ojiz qahramon seni tez kunda. Hammaga rahmat. Sizlar bilan qabul bo'ldi. Ovoz berdi qabul, tarjima qildi qabul, montaj esa o'ldi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Tez orada Ojiz qahramon 3-sinf chiqadi. Faqat kutib qolinglar.